Makka qo'shini to'g'riliq muhim bir axborotga erishish. Shu kuni kechda Rasululloh yangidan razvedkachilarni tayinlab, dushman ahvolini egallashga avatdi. Bu vazifani muhojirlarning peshvolaridan Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam va Sa'd ibn Abu Waqqas qatorliq 3 kishi o'z ustiga olgan edi. Ular Badr kentining suv iqini bo'yiga beribdi, Makka qo'shinining suv to'shig'ichi 2 odamini uchirtib qoldi. Razvedkachilar darhol ularni tutib Rasulullohning yeniga haydab keldi. Bu chaqda Rasululloh namoz o'qiyotdi. Boshqalar aldirab ularni so'roq qilishga boshladi. Ular, ya'ni 2 asr, biz Quraysh armiyasining suv to'shig'ichilari, ular bizni suv elib kelishga avatgan, dedi. Bu gap musulmonlarga yoqmadi. Chunki ular bu ikkilanning Abu Sufyonning odamlari chiqib kelishini umid qilardi. Chunki ularda texicha karvonni qo'lga tushirish umidi uzilmagan edi. Shunga musulmonlar ilqi 2 asrni qattiq urdi. Hatto ular biz Abu Sufyonning odamlari degandan keyin ondan urushni to'xtatdi. Uninggacha Rasululloh namozdan farigʼ bo'ldi va ko'pchilikka ochiqlaganda qilib, ular rost gap qilsa urdinglar, yolg'on aytsa qo'yvatdinglar. Azbiroy Xudo, ular avval rost aytgan edi. Ular cho'qim Quraysh qo'shinining odamlari, dedi. Ondan ularni o'zi bevosita so'roq qildi. Rasululloh aytinglar, Quraysh armiyasi dedi. Asrlar ular av ko'rinib turgan yiroq to'nglikning keynida. Ozmi yoki ko'pmi? Bak ko'p. Soni qanchalik? Bilmaymiz. Ular bir kunda nechtigi so'ydi. Bir kuni 9, yana bir kuni 10 ni so'ydi. Rasululloh buni anglab, ularning soni 900 bilan 1000 ning oraliqida ekan, dedi. Ondan keyin yana so'roqni davomlashtirdi. Quraysh qatillaridan kimlar bor? Utba bilan Shayba, ya'ni Rabi'aning 2 o'g'li, Abul Baxtari ibn Hisham, Hakam ibn Hizam, Nawfal ibn Quvaylid, Haris ibn Amiri, Tuayma ibn Adi, Nazri ibn Haris, Zam'a ibn Aswad, Abu Jahl ibn Hisham va Umayya ibn Xalaf qatorliqlar bor, deb yana bir qancha kishining ismligini topshirdi. So'roqdan keyin Rasululloh qo'shinda so'z qilib, Makka sizlarga jigar porilarini chiqartibdi, dedi. Sim yomg'ir. Shu kechasi osmon bulutlanib, yomg'ir yog'di. Allah yomg'irni mushriklar tushgan joylarga ko'p yog'dirayotganlikdan ularni olg'a ilgirlashdan to'sib qo'ydi. Musulmonlarning ustiga sim yomg'ir yog'di. Bu ularni pakladi va shaytonning paskin maynatchiliklarini ketkizdi. Yer qotdi, qumlar chingdilib, odam va hayvonlarning qadami petib ketmaydigan bo'ldi. Va chedir bargohlarni tikishga sharoit hozirlanib, qo'shinning dili taskin topdi. Islom qo'shini muhim harbiy strategik o'ringa oldin berib o'rinlashib oldi. Rasululloh Badr suyiga mushriklardan burun berib o'rinlashib olish va ularning bu o'rinni oldin egallab olishning oldini olish uchun qo'shinni qo'zg'adi va jiddiy yo'l yurib, oqshimi bir mahallada Badr suv manbalaridan birining yeniga kelib tushdi. Bu chaqda Hubab ibn Munzir go'yo bir harbiy mutaxassisdek o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, bu yerga Allohning buyrug'i bilan tushdingmi yoki jang tadbiri uchun o'z ra'ying bilan tushdingmi?" deb so'radi. Rasululloh jang tadbiri uchun o'z ra'yim bilan tushdim, dedi. Hubab, "Ey Rasululloh, bu yerga tushish muvofiq emas. Qo'shinga buyruq qilgin. Biz bu yerdan qo'zg'alib, Badr suvlaridan mushriklarga eng yaqin bir suvning yeniga berib o'rilishib, bir ko'l yasab suv chinqib olaylik. Ondan boshqa quduq va ko'llarni ko'maytaylik. Shuningdan keyin urush qilsak, biz suv qiyinchiligi tortmaymiz, dushman suv icholmay qiynaladi." Rasululloh, "To'g'ri aytding", dedi-da, qo'shinni tezdan harakatlantirib, dushman qo'shiniga ancha yiroq bo'lmagan bir suv bo'yiga tun nisbida kelib tushdi. Ondan ko'l ko'lab suv chinqib olib, uningdan boshqa katak ko'llarni tindirib o'tdi. Qo'mondonlik shtabi. Musulmonlar suv bo'yiga kelib o'rilishib bo'lgandan keyin Sa'd ibn Mu'oz Rasulullohga kutilmagan ahvolning yuz berish ehtimoli qarta oldin tayyorlik ko'rish va g'alaba qilishdan burun mag'lubiyatni o'ylab qo'yish nuqtai nazar bo'yicha musulmonlar Rasululloh uchun maxsus bir qo'mondonlik uyi ta'sis qilib berish taklifini berdi. U mundaq dedi: "Ey Rasululloh, biz sana sen turadigan bir yog'och qo'rsham uy bino qilib, yeniga ot uloqlarimizni tal qilib qo'yib, ondan jangga kiraylik. Agar Alloh bizga g'alaba, nusrat ato qilib, dushman ustidan g'olib kelsak, ko'nglimizdagidek ish bo'lg'ini. Navoda aksicha ish bo'lib qolsa,
etinga mingan peti Madinada qolib qolgan musulmonlarning qishig'i berib olsanda, Alloh seni ular bilan qo'g'daydi. Chunki Madinada seni bizdan bak so'yadigan va jon fido qiladigan nurg'un kishilar qolib qoldi. Ular sening dushman bilan tutishib qolishingni bilgan bo'lsa, hargiz ayrilib qolmaydi. Rasululloh Sa'adning bu so'ziga opirin o'qidi va uningga xayrlik bilan duo qildi va shu hamon musulmonlar harakatlanib urush maydonining sharqi shimol tarafiga joylashgan egiz bir dövi ustiga jang maydonini qortib yog'och qo'rchon bilan bir uy bino qildi. Shundaqla Sa'ad ibn Mu'oz boshchiligida Ansor yoshlaridan bir qancha azmatni tanlab, maxsus Rasulullohni qo'g'dash uchun qo'mondonlik shtab atrofiga o'rinlashtirildi. Qo'shinni safarbar qilish va kechini bedor o'tkazish. Qo'mondonlik shtabi bitgandan keyin Rasululloh qo'shinni safarbar qildi. U jang maydonida salmoq qadam tashlab menib, inshaalloh ata mavu paloni o'ltiriladigan joy. Avu inshaalloh paloni beshini yeydigan joy deb qo'li bilan ko'rsatishga boshladi. Ondan shu yerdan bir tup daraxt tuviga berib namoz o'qish bilan kechini bedor o'tkazdi. Musulmonlar ko'ngillari xotirjam, ochiq yo'ruq va to'lib toshgan ishonch bilan yuraklarini to'xtatgan holda yetib, Allohning mono oyatidagi bishoratlarini o'z ko'zi bilan ko'rish orzusida rohatlik uxlab oldi. O'z vaqtida Alloh tinchlantirish yuzidan sizlarga uyqu bag'ishladi. Tahorat elib, g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglinglar to'q turishi uchun, qadaminglarning qumga betib ketmay, mazmun turishi uchun Alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Qur'oni Karim Sura Anfal 11-oyat. Bu Hijrining 2-yili Ramazonning 17-kuni Juma kechasi edi. Rasululloh mushu oyning 8 yoki 12-kuni yo'lga chiqib, payshanba kech mushu yerga yetib kelgan edi. Makka qo'shini jangga otlanish oldida ikki qismda ixtilof yuz berdi. Ammo Quraysh taraf Badr vodiysining Madinaga yiroq chetidagi harbiy gazarmasida kechini bexaramon uxlab o'tkazdi. Ertasi atigan qo'shinlarni tartibga solib, Nag'ri Sunay, Daqi dumboqlarni chelib, Do'nglik tarafdan hayva bilan Badr vodiysiga qarab tushdi. Ularning ichidan bir qancha kishi Udul Rasulullohning ko'liga qarab o'zini otdi. Bu chaqda Rasululloh ularni suv ichkiga qo'yinglar dedi. Ular kelib nihoyat almonjo'b suv ichishdi. Shu kuni ashu keldan suv ichganlarning birsimi omon qolmadi. Faqat Hakam ibn Hizam qutulib qolib, keyin musulmon bo'ldi va uning musulmondorchiligimi nihoyat yaxshi bo'lib ketdi. U qasamini mubolag'a qilmoqchi bo'lsa, meni Badrda omon qo'ygan Alloh bilan qasam deydi. Asli gapimizga kelaylik. Quraysh qo'shini tövanga tushib to'xtagandan keyin ular Umayr ibn Vahab Jumahini Madina tarafining kuch-quvvatini va son sifatini egallashga avatdi. Umayr etiga minib qo'shinning atrofini yiroqdan bir aylanib chiqqandan keyin qaytib berib, taxminan 300 odam ekan, balkim ozroq kam yoki ziyoda chiqadi. Uningdan jiq emas, lekin to'xtab turinglar. Men qarab boqay. Ularning bo'ktirma qo'shini yoki yordamchi qo'shini bormi texi? Dedi-da, etini chaptirib, o'ymonlikning yiroq chetigacha bir aylanib chiqdi va g'ayri ahvol sezmagandan keyin qaytib kelib, men hech narsani bayqamadim. Lekin men, ey Quraysh jamoasi, balo qazoning qip-qizil o'lim elib kelayotganini, Yasrab tugillarning ochiq oshkora o'lim to'shayotganligini ko'rgandek bo'lyapman. Ularning qilishlaridan boshqa hech qanday mudofaalish aslahasi yoki panohlanish qarorgohi yo'q. Azbiroy Xudo, sizlardan birisi o'lmagicha ulardan birini o'ltirgili bo'lmaydi. Navoda ular bu qatim sizlarning iqtidorli odaminglarni yo'qotsa, uningdan keyin hayotning nima lazzati? Shunga obdan o'ylab ko'ringlar, dedi. Bu chaqda boshdan oxiri urush qilish fikrida cho'ng turib kelgan Abu Jahl ibn Hishamga qarshi qo'shinni qaytarib ketishni tashabbus qiladigan yana bir qarshilik fikri iqimi paydo bo'ldi. Uning jarayoni mundoq bo'ldi. Ularning ichidan Hakim ibn Hisam qo'shin sarkardalar bilan ayrim-ayrim so'zlashdi va Utba ibn Rabi'aning qishig'i kelib, "Ey Abu Valid, sen Quraysh xalqining kattasi, hurmatga sazovor boshlig'i, sen abadil abad yaxshi noming qoladigan bir ishga qizqamsan", dedi. Utba, "Qandoq ish u?" degan edi. Hakam ibn Hisam, "Qo'shinni qaytarib ketasan va ittifoqdashing Amri ibn Hazamining ishini ustingga olasan." Amri ibn Hazami Naxli qo'shini vaqasida musulmonlar tarafidan o'ldirilgan. Utba,
cho'qim qilaman, bu ishqa sen menga kepil bo'lgin. U degan mening ittifoqdishim, uning qarzlari va bulab ketilgan mollari mening zimmamga qolsin, dedi. Ondan u yana Hakam ibn Hizamga, sen hozirla ibn Hanzal, ya'ni Abu Jahlning qishig'i borgin. Men ko'pchilikning ishini shuning pushlab yetishidan qo'rqyapman, dedi. Ondan Utba o'rnidan turib qo'shin ichida so'z qildi. U mundoq dedi: Ey Quraysh xalqi, sizlar Muhammad va uning odamlari bilan urushib nima qilsizlar? Qasam qilib aytamanki, agar uni yangmoqchi bo'lsak, odam qarab turib o'z tog'isining o'g'lini va hamma ochisining o'g'lini va yoki o'z jamoatidan bir kishini o'ldirishga majbur bo'ladi. Bu qandoq bo'ladi? Shunga biz qaytib Muhammadning ishini boshqa arab qabilalariga qoldiraylik. Ular g'olib kelib Muhammadning adabini bersa, nihoyat yaxshi bo'lgani. Navoda aksicha Muhammad g'alaba qilib qolsa, uning g'albisi sizlarning g'albanglar. Angacha Hakam ibn Hizam Abu Jahlning yeniga berib, "Ey Abul Hakam, Utba ibn Rabi'a meni qishingga mundoq gaplarni qilib avatdi," degan edi. Abu Jahl qo'pollik bilan, "Azbiray Xudo, Muhammad va uning odamlarini ko'ribla Utbaning qo'rqib yuragi eg'ib ketibdi. Hargiz undoq qilg'ili bo'lmaydi. Alloh bilan qasam qilamanki, Alloh biz bilan Muhammadning o'ttirsini adil hukm bilan ayirib qo'ymag'icha qat'iy qaytmaymiz." Utbaning bundoq deyishi u Muhammad va uning odamlari qo'shinlarimizga noshtilik bo'lib qoladiganligiga ko'zi yetgan. Aslida uning o'g'li Abu Huzayfa ibn Utba burunla musulmon bo'lgan bo'lib hijrat qilib kelgan. U shularning qetida. Shunga o'z bolasidan ansiragan gap, dedi. Utbaga Abu Jahlning "Azbiray Xudo, Utbaning qo'rqib yuragi eg'ib ketibdi" degan haqorat so'zi anglanibdi. U oz qoldi. Kimning qo'rqib yuragi eg'ib ketganligi yeli ma'lum bo'ladi. Meningmi yoki uningmi, dedi. Abu Jahl bu qarshilik fikr iqimining texmi kuchayib ketishidan ansirab, Hakam ibn Hizam bilan shunchalik so'zlashibla Amir ibn Hazamiga darhol odam avatdi. U Naxla qo'shinida o'ldirilgan Amr ibn Hazamning qon qarindishi edi. "Sening ittifoqdishing Utba qo'shinni urushmay qaytirib ketmoqchi bo'lyapti. Halbuki sen qarindishingning o'limini o'z ko'zing bilan ko'rgan. Shunga darhol qarindishingning qisosini elishib berishni talab qilgin," dedi. Shuning bilan Amir darhol qo'shin orasiga chiqib, keynini ochdi. Bu dard alamga chidamaganlikni bildiradi va "Voy Amri, voy Amri, voy qarindishim" deb to'lig'ili turdi. Buning bilan ko'pchilikning asabiyati qaynadi. Ish ta'tirsiga yandi. Niyatlari buzildi va Utba tashabbus qilgan oqilona tadbir cho'rib tashlandi. Qisqasi, shundoq qilib tantaklik tadbir ustidan g'olib keldi va tinchlik uchun ko'rsatilgan bu bir maydon tirishchanlik hiyla mikr bilan besiqtirib o'tildi. Har ikki taraf yaqinlab kelib saf tortishib turdi. Mushriklar aybi bilan do'ng tarafdan tushib kelib, ikki taraf bir-biriga ko'rinibdi. Rasululloh: "Ey Alloh, mana bu Quraysh o'zining takabburligi va cho'ngchiligi bilan sana qarshilashqili va sening payg'ambaringni inkor qilg'ili keldi. Ey Alloh, sen menga va'da qilgan yordamingni nozil qilgin. Ey Alloh, ularni hozirla halok qilgin," deb duo qildi. Rasululloh dushman qo'shini ichida qizil tugiga minib olgan Utba ibn Rabi'ani ko'rib, ularning orasida yaxshilik bor deyilsa, cho'qim qizil tugilik kishida bor edi. Ular shuning gapiga ungan bo'lsa, to'g'ri qilgan bo'ladi, dedi. Rasululloh musulmonlarning saplarini tartibga soldi. U saplarni o'ngshab tuzayotganda mundaq bir qiziqarli ish yuz berdi. Rasulullohning qo'lida sap tuzish uchun elib olgan bir tal tig'siz yochoq o'qi bor edi. U Savat ibn G'uziyaning sapdan eshib chiqib turib olganini ko'rib, "Tuz tur, ey Savat," deb uning qo'rsqig'iga o'qib qo'ydi. Savat: "Ey Rasululloh, meni urding, qisos olaman," deb turib oldi. Rasululloh: "Mana qisos olgin," deb qo'rsqini echib berdi. Savat Rasulullohni quchoqlab qo'rsaqlarga suyib ketdi. Rasululloh: "Bu nima qilganing, ey Savat?" deb so'ragan edi. Savat: "Ey Rasululloh, ko'rib turibsan, o'lim oldimizda turibdi. Shunga hayotimning oxirgi minutlarida mening tenim sening teningga tegsin dedim," dedi. Rasululloh Savatga xayrlik bilan duo qildi va saplarni tuzab bo'lgandan keyin qo'shinga ular Rasulullohning eng oxirgi buyrug'ini topshirib olmoqcha dushmanga hujum qilmaslik to'g'risida buyruq tushirdi. Ondan ularga jang qilish usuli to'g'risida alohida yo'l yo'riq berib, dushman bostirib kelsa, ya'ni umumyuzlik hujum qilsa, yer beg'iriltib,
o'q o'zinglar. Atqandimi arqa-arqadan aram bermay etinglar va ustinglarga besib kelmagicha qilich sug'armanglar, dedi. Ondan Abu Bakr bilan billa qo'mondonlik shtabiga qaytdi. Sa'ad ibn Mu'oz qo'g'dug'uchi azmatlarni boshlab, shtab darvozasi oldida qilichini shimoylab jangovar holatda turdi. Ammo mushriklarning ichidan Abu Jahl ibn Hisham duoga qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, u bizdan sizlar rahimni uzdi." Ya'ni Rasulullohni demoqchi. Biz uqmaydigan bir nimani din deb elib keldi. Uni hozirla halok qilgin. Ey Alloh, ikki tarafning qaysimizning ishi sening dargohingda maqbul ko'rilsa va uningdan rozi bo'lsang, bugun nusrat va yordamingni shu tarafda ato qilgin, dedi. Va mushu vaqtda Alloh tuvandagi oyatni nozil qildi. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilasanglar, g'alba allaqachon sizlarga kelib bo'ldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dafi qilib berolmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan birlidir. Qur'oni Karim Sura Anfal 19-oyat. Soat 0 va tunji jang uchquni. Jang pilkiga tunji bo'lib o't yoqquvchi mushriklar tarafdan Asvad ibn Abdul Asad mag'zumiy bo'ldi. U mijozi qo'pol, badqiliq odam edi. U jang maydoniga Allohga ahd beramanki, cho'qim ularning ko'lidan suv ichaman, yoki uni bulg'ayman va yoki shuning uchun o'laman, deb sakrab tushdi. U maydonga tushuvdi, bu tarafdan Hamza ibn Abdul Muttalib tushdi. Ikkaylan bir-ikkicha qilich so'qishtirdi-da, Hamza bir uribla uning bir pochiqini uzib o'tdi. Shuning bilan u o'ngdisiga yiqilib tushdi. Uning kesilgan puti jirt-jirt qon to'kmoqda edi. U yiqilgan o'rin ko'ldan xeyli yiroq bo'lsa-mu, biroq u qasimini o'rlash uchun 3 futlik bo'lib, ko'l tarafga o'milab yugurib kelib, ko'lga o'zini otdi. Lekin Hamza uningga omon bermay qo'g'lab berib, oxiri ko'lning ichida qilishlibdi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini oqqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun